Buni aqlliligini qarang, proyektori, peshixodga chizib berar ekan yo'l. Shundan ham bundoq bemalol o'tib ketaverasiz. Va bu yoqda ham peshixodga yo'l beryapman degan monitorda mana bunaqa grafika ham chiqar ekan. Undan tashqari orqangizdagi odam ham mana peshixodga yo'l beryapti bu mashina deb qarang. Mana shunaqa monitorida grafika ham chiqib turar ekan. Gap yo'qmi? Bitta like bosib qo'ying. Joni navrotini o'rganib chiqishimga ham yarim soat vaqt ketdi. Shu darajada navrot mashinaga mana LED monitorlarni ko'rsangiz, orqada ham, oldida ham bor. Bu AML7 ni performansi 4 ta ballon tortadi. 3-6 sekund 0 dan 100 gacha. Rostlagasini Tesla'lar bilan raqobatda oshib bo'lyapti. Aynan mana shu brend bilganlar biladi, Xitoy o'zida ham yaxshigina premium mashina chiqaradigan brend hisoblanadi. Xitoyda rosa ommalashgan. Brend bu tormoznoy sistema. Agar siz xan olmoqchi bo'lsangiz, undan arzon yaxshigina, lekin navoroti aniq aytaman, xandan ancha yaxshi ekan. Oddiy misol avtomatik ochiladigan eshiklar. Mana ham ko'ryapsizmi? O'yinlarni ochib yopadigan knopkalar ham sensorli ekan. Undan tashqari, mana shu tablosi bor-ku, tushib chiqar ekan. Ham o'rta konsolda monitorlar ham juda ham aqlli. Pulli panorama. Siz dizayniga ahamiyat bersangiz-chi, undan tashqari bitta tormozni bossa, o'zi yopilinadi. Gap yo'q. Undan tashqari shunaqangi navorotlari bor ekan, mana bu do'popsalari. Bu yana aytaman performansi. Buni prostoylari bor. Ular bilan adashtirib qo'ymang. 630 zapas xod deylar ekan. Mashina 3900 atigi probegi 2022-yil kraskasi top-toza ekan. Men ko'rgan elektromobillarning ichida eng tez yuradiganlarning ichida hozirgi kunda shu kecha kunduzda eng narxiga stoyta aynan mana shu bo'lyapti. Srochniga bu apparatda bilasizmi necha pul? 31 mingga bosib yuborsangiz bo'ladi. Mana lidarlarni ko'rsangiz, shu shoxlarini. Buni mabodo prostoylari bilan kraskasi bor, probeg ko'plar bilan adashtirib qo'ymang. 3900 probeg, top toza mashina. Bosib yuboring 31 ming attiga.